Hammaga assalomu alaykum. Mana yana bir klientimiznikida вторичный teplammenligimiz tiqilib qolgan. Bu kishida issiq suv muammo bo'lgan, davleniyasi pasaygan hamda qizdirib berish juda ham sust bo'lgan. Shuni hozir tozalab beramiz. Mana ikinchi вторичный teplammenligimizni ham tozaladik. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. Endi buni joyiga qaytarib qo'yib, egalariga topshiramiz, ishlatib ko'rib beramiz.